duoda baxillik bilan qilmaslik kerak aslar. Duo xudbincha, faqat o'zini so'rash kerak emas. Allohim menga bergin, menga qilgin, yo'q. Jamiyatga so'rang. Birodaringizga so'rang. Siz bir g'oyibdan bir do'stingizni, bir birodaringizni, vatandoshingiz haqqiga duo qilsangiz, g'oyibdan o'sha duo qilayotganingizda farishta Allohim bunga nima so'rayotgan bo'lsa, bunga ham shuni ber deb turadi. Siz yaxshi narsani so'rasangiz, sizga ham shu. Shuning uchun ko'proq duo qilaylik, vatanda duo qiling azizlar. Butun musulmon ummatini duo qiling. Yurtimizni duo qiling. Balolardan asrasin deng. Jonajon vatanimizga ko'z tegmasin deng. Bolalarimiz, farzandlarimiz baxtli, saodatli unib o'ssin deb duo qiling. Yurtboshini duo qiling. Chunki agar aytadilarki, bitta qabul bo'ladigan duoyim bo'lganida ham men yurtni podshosiga qilaman degan ekanlar. Yurtni podshosi, yurtni rahbariga duo qilishlikda o'sha mahalda aytgan. Bugun bizning davlatimiz rahbari prezident ekanlar, haqqiga duo qilish kerak asizlar. Chunki bizni duoyimiz ularga dalda bo'ladi. Hammani haqqiga duo qilaylik. Oilangizni, bola chaqangizni haqqiga zikr duolarda qo'shib, hammani duo qilib, eng asosiysi qalban hajga tayyorlanib turaylik asizlar.